Dunyoda shunday bir chaqiriq borki, u qalbga yetadi. U quloq bilan emas, ruh bilan eshitiladi. Bu shunday bir safarki, u yerga har kim ham bora olmaydi. Bu safar tanning emas, qalbning safaridir. Haj Islomning 5 arkonidan biri bo'lgan bu ulug' ibodat hammaga bir vaqtning o'zida farz bo'lmaydi. U muayyan shartlar, balog'atga yetgan, oqil, sog' salomat va moliyaviy imkoniyatga ega, yo'lga qodir bo'lgan musulmonga farzdir. Shunday insonga qalbi bilan labbayk Allohumma labbayk deb javob berish shart bo'ladi. Haj sayohat emas. U qalbni poklaydigan, insonni tarbiyalaydigan ibodat. Hadislarda aytilishicha, Ka'batullohning aynan ustida 7-osmonda Baytul Ma'mur, uning ustida esa arsh joylashgan. Allohning tavajjuhi, nuri va tajallisi avval Ka'batullohga nozil bo'lib, keyin butun olamga tarqaladi. Shuning uchun Baytullohga kelish oddiy ziyorat emas. Bu tanlanganlar saodati. Har kimga ham nasib etmaydigan ulug' baxt. Ehromga kirish dunyo libosidan chiqishdir. U insonga kafanni eslatadi. Go'yo banda, ey Robbim, sening huzuringga dunyo ziynatisiz keldim deydi. Bo'lajak hoji labbaykani aytishni boshlar ekan, Alloh taoloning chaqirig'iga javob berayotganini esga olsin va qabul etishini umid qilib, qabul bo'lmay qolishidan xavfda bo'lsin. Baytullohga ilk nigohi tushganda Allohning mehmoni bo'lgani uchun shukr qilsin. Tavof qilar ekan, gunohlaridan tavba qilsin. Duolar qabul bo'lishiga shak qilmagan holda dunyo-yu oxirat yaxshiliklarini so'rasin. Sa'yni tarozining 2 pallasi deb bilsin. Ularning orasida borib kelishini qiyomatning arosati deb o'ylasin. Arafotda qiyomat kunini eslasin. Butun xaloyiqning jamlanishini va shafoat so'rashlarini ko'z oldiga keltirsin. Tosh otishni shaytonga emas, nafsiga qarshi kurash deb bilsin. Qurbonlik evaziga do'zaxdan xalos bo'lishini eslasin. Hajning har bir amali ibrat, har bir qadam ibodat. Bu yerda mansab yo'q, bu yerda boylik yo'q, bu yerda barcha bir xil. Hamma bir Allohga iymon keltirgan, hamma bir Ka'bani tavof qilmoqda, hamma bir xil ihromda. Turli millatlar, turli tillar, ammo bir qalb. Yurak titraydi, ko'zlar yoshga to'ladi, chunki bu Allohning uyi. Bu yerda qilingan har bir duo, har bir tavba, har bir ko'z yoshi qalbga nur bo'lib qaytadi. Haj kerakli kiyim-kechak va narsalarni yig'ishdan boshlanmaydi. U qalbni tayyorlashdan boshlanadi. Shuning uchun hoji avvalo Allohga tavba qilsin, gunohlariga pushaymon bo'lsin. O'zgalar haqqini qaytarsin. Kimni ranjitgan bo'lsa, ulardan kechirim so'rasin. Qarzlarini ado etsin. Ota-onasining duosini olsin. Bu umr safarini faqat Alloh roziligi niyatida qilsin. Riyo, shuhrat, faxr, g'iybat, janjal, tortishuvdan uzoq bo'lsin. Ular
hajning savobini ketkazadi. Haj davomida til zikrda bo'lsin, qalb ixlosda, amal taqvoda. Bilingki, haj Makkada tugamaydi. U inson bilan qaytib keladi. Kim u yerdan haqiqiy hoji bo'lib qaytsa, u faqat yurtiga emas, balki yangi hayotga qaytadi. Va har bir aytilgan labbayk Allohumma bandaning Robbiga bergan ahdidir. Haj qayta tug'ilish. U sayohat emas, yangi hayotning boshlanishidir.